Bavariya Tigers'damiz va mana biz yonimizda hozir Mirzohid ukamiz turibdilar, do'stimiz. Ular faoliyati nemis tili bilan bog'liq va kelayotgan yurtdoshlik juda ham katta yordam qiladilar. O'zlari so'zlab bersalar nima ish bilan shug'ullanishini. Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, aytib o'tgandek qarangizlar, tabiatni avvalambor Bavariyani o'ziga yarasha hududlari bor. Aynan mana shu hududlardan bittasi Tegernsee. Xo'p, Shahboz aka aytib o'tdingizki, asosan nemis tili o'qituvchiligi bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari mana vatandoshlarimizga, kelayotgan vatandoshlarimizga ko'nikmalar beramiz. Ya'ni nemis tilidan tashqari ham bu yerda integratsiya degan tushuncha bor. Bu yer nemis madaniyatiga moslashish, bularni ham olib boramiz. Bundan tashqari O'zbekistonda imtihonlarimiz bor. Telk imtihonlarini yurituvchisi ham hisoblanaman. Bildungen Beruf firmasi ostida. Shunaqa. Hozir bitta zo'r punkt aytdingiz, ya'ni Germaniya madaniyatiga moslashish deyapsiz. Biz bilamiz, bu yerga kelib joylashish, moslashish eng kerakli kaliti bu nemis tili, lekin buni o'zi yetarli emas. Nemis tilini o'rganib kelgandan keyin bu yerda axloqiy norma degan tushunchalar bor. O'shalarni o'rganish kerak, bilish kerak. Oddiy bir misol, magazinga kirasizmi, qatqadir navbatga turish madaniyati bor. Mashina haydaganda haydovchilik madaniyati bor, bir-birini hurmat qilish. Oddiy bir suhbatlashayotganda savol berish madaniyati bor. Shunga o'xshagan turli narsalarni o'rganib qo'yish kerak. Chunki nemis xalqi juda ham nima deydi, sensibil deydi-yu, hamma narsaga e'tibor qiladigan, yana nima deymiz, hali kritika bilan, tanqid bilan yondashadigan xalqda, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ri narsalari ko'p. Odam o'zini qanaqadir axloqiy tomondan to'g'ri tutish narsalarni o'rganish kerak bo'ladi. Shunaqa. Endi bu narsalarni biz nafaqat vatandoshlarimizga, balki dunyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan millatlarga ham integratsion kurslarda qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz va ko'rganlaringizdek, mana shunday joylarga kelish barchamizga nasib etsin. Shahboz aka, kattakon rahmat. Mana Shahboz akamizda o'zini tur firmasi bor, Boss Travel, albatta tavsiya qilamiz. Agar xohlasangizlar, sizlar ham mana shu yerga kelib bemalol aylanishingiz mumkin. Mana bir tabiat tomosha qilamiz endi. Salomat bo'lasizlar.